yonimdagi o'rtoqlarim o'sha tatuga topshiraman dedi, boshqa qildi. Men unga qiziqdim va YouTubedan qidirib ko'rdim, ma'lumot qidirib ko'rdim IT haqida. ITni o'rganayotgan paytimda agar qiziqadigan bo'lsam, matematikadan ham olib ketaveraman, dars o'tib ketaveraman. Tamomladik. Ikkinchi kursni shu yozda o'zim ishladim, uyda, shu tumanimizda ishladim va kompyuter oldim. Va oxirgi borgan bankim bu Hamkor bank bo'ldi. Hamkor bankda aytishdiki, siz hozir biz sizni ishga olamiz, lekin 4-kursda boramiz, ya'ni dasturchilarni olish uchun boramiz. Assalomu alaykum. Men Shahzodbek Baxtiyorov. Hozirda Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Farg'ona filiali dasturiy injiniring yo'nalishi 4-bosqich talabasiman va hozirda Kodal zamonaviy kasblar akademiyasida mobil dasturlash yo'nalishi bo'yicha yordamchi ustoz sifatida faoliyatimni olib bormoqdaman. Ana shu abituriyentlik paytimdayoq matematikaga juda qiziqqanim tufayli va undan tashqari ta'limga qiziqishim tufayli men o'zimizdan kichikroq guruhlarga kirib dars o'tardim yoki ustozimiz o'sha guruhda orqada qolayotganlardan bir yig'ib guruh ham qilib bergandi o'sha paytda. O'sha matematikani dars berib yurardim. O'zi qiziqishim matematika bo'lgan va qiziqishim ta'lim bo'lgan. ITga keladigan bo'lsak, IT men o'sha o'qishga topshirishimdan oldin, bir oy, 2 oy oldin IT haqida qiziqdim. Chunki yonimdagi o'rtoqlarim o'sha tatuga topshiraman dedi, boshqa qildi. Men unga qiziqdim va YouTubedan qidirib ko'rdim, ma'lumot qidirib ko'rdim IT haqida. IT o'sha paytlari endi rivojlanayotgan payt edi, chunki karantin paytida O'zbekistonda IT rivojlandi. O'sha biz karantin chiqishga kirganmiz, o'qishga karantin paytlari kirganmiz. Ana shu paytda IT O'zbekistonda rivojlana boshladi va men ham qiziqdim. Va o'yladimki, ITda o'qiyman, qiziqishim ta'lim. ITni o'rganayotgan paytimda agar qiziqadigan bo'lsam, matematikadan ham olib ketaveraman, dars o'tib ketaveraman. Va tatuga kirdim. Tatuga kirib, men kompyuterim bo'lmadi. 1-kurs, 2-kursimda ham kompyuterim yo'q edi. 1-kursda bir do'stim bilan bitta kursga bordik. Java'ni o'rganish maqsadida borganimizda kompyuterimiz yo'q. Lekin ustoz dars o'tardi. Biz nima qilardik? Haligi vazifalarni daftarga yozib kelardik o'zi. Bu mayli, bu 4ta 5ta ham emas edi. Ustoz 40 masalalar berardi. Shuni daftarga yozib, olib kelib ustozga ko'rsatardik. Ustozni o'sha yerda kompyuterda ustoz istalgan o'sha masalalardan birini yozib berdik derdi. Biz shuni yozib berardik. Va o'zi guruhda ko'pchilik bo'lmaganimiz tufayli ayrim sabablarga ko'ra guruhimiz yopilib ketdi. Va men matematikadan dars berishni boshladim. Qayerda o'zimni tug'ilib o'sgan Quvvato'man dedi. Men o'sha 1-kursda o'qishga ertalab kelardim, abitdan keyin aqqa borardim-da dars berardim. Shu tariqa dars berib yurdim va 2-kursni tamomladik. 2-kursni shu yozda o'zim ishladim, uyda, shu tumanimizda ishladim va kompyuter oldim. Va kompyuter olganimdan so'ng men dasturlashni o'rganishga qaror qildim. Va dasturlashni qaysi turini o'rganishim kerak degan savolni berib, men o'rganib chiqdim. Chunki dasturlash ham turlarga front-end, back-end, mobil dasturlash, grafik dizayn kabi yo'nalishlar bo'lgani uchun men har bir yo'nalishni o'rganib chiqdim va mobil dasturlashni o'rganishga qaror qildim. Kodal zamonaviy kasblar akademiyasi bor edi, yonidagina o'shga kirib ko'rdim. O'zi adminlar yaxshi kutib olishdi. O'sha ertasi kuni yangi guruh ochilayotganini xabar berishdi. Ertasi kuni ochiq dars bo'ladigan ekan va men ochiq darsga keldim. Ochiq dars haqiqatdan men kutganday bo'ldi. Ustozimiz Ilhomjon aka ochiq dars o'tib berdilar va Muhammad Amin aka bu yerdagi sharoitlar, imkoniyatlarimiz haqida tushuntirib berishdi. Va darslarni boshladik. Darslar juda zo'r ketdi. Guruhda ilg'or bo'lib o'qidim. Kotlinni tugatdik, 3 oy Kotlin o'qidik va undan keyin Android Studioni boshida ham yaxshi o'qidim va Android qiyinlashib bordi va menda o'sha qiynalchiliklar paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni darslarga kelolmay qoldim, chunki matematikadan ham dars berishim kerak edi. Dars berardim. U bo'ldi, darslarga kelolmay qoldim. Vazifalar qiyinroq va darslarga shu tufayli o'zimda o'qiyotgan narsamdan qoniqish his qilmay qo'ydim. Va ustozga aytdimki, ustoz, men bitta pastki guruhga tushmoqchiman. Bitta bob pastligini yana qaytarmoqchiman. Bu o'qiganimdan, bu bobni o'qiganimdan men qoniqmadim dedim.
Va ustoz mayli dedi, pastdagi guruhga tushing dedi. Va pastdagi guruhni o'qishni boshladim. Lekin u meni vaqtimga to'g'ri kelmay qoldi. Chunki u pastdagi guruhni vaqtida men universitetda o'qirdim. Shunday qilib dasturlash to'xtab qoldi. Matematikadan dars berishda davom etdim va matematika ustozimga ham shogird edim. Endi 3-kursni уже bo'ldim. Menda уже qissa tushishni boshladi. Ya'ni men уже pul topishim kerak, boshqa qilishim kerak. Shuning uchun men banklarga borib ko'rdim. O'sha paytlar har xil miyalarimga har xil narsalar kelgan. Trading o'rganib ko'rganman. Banklarga borishni boshladim. Ya'ni banklarga kirsam aytishdiki, biz iqtisodchilarni olamiz deydi. Siz ta'til o'qigansiz, siz dasturchisiz dedi. Va menga rad javobini berishdi va oxirgi borgan bankim bu Hamkor bank bo'ldi. Hamkor bankda aytishdiki, siz hozir biz sizni ishga olamiz, lekin 4-kursda boramiz, ya'ni dasturchilarni olish uchun boramiz. Va ana shu yerda suhbat asosida biz ishga qabul qilishimiz mumkin deydi. Va meni soham tushundimki, IT ekanligini tushundim. Va ustozimning oldiga qaytib keldim, Mehmonjon akamiz oldiga qaytib keldim. Ustoz qo'rqqandim, meni boshqacha qabul qiladi deb, yo'q, yaxshi qabul qilishdi va yana o'qishni boshladim. Va bu yerda endi maqsad qo'ygandimki, men endi bu safar chuqurroq o'rganaman, yaxshi mutaxassis bo'laman degan maqsadda o'rganishni boshladim. Va ana shu o'rganayotgan davrimizda, Androidga o'tib o'rganayotgan davrimizda ustoz meni bilardi, pedagogik qobiliyatim ancha yaxshiligini, matematikadan dars berib yurganimni bilardi. Va ustoz shogird deb yurgandi. Va ustozga o'zim taklif bilan chiqdim, ustoz, shu men shogird qilib oling, shu dars bermoqchiman shu dasturlash bo'yicha desam, ustoz yo'q demadilar va shogird qilib olishdi meni. Va hozir salkam 1 yildan beri shu yerda Ko'ylak zamonaviy kasblar akademiyasida yordamchi ustoz sifatida ishlab kelmoqdaman. Hozirgacha qilgan loyihalarim o'quv markazi uchun bir ilova qilganman. O'quv markazini avtomatlashtirish uchun undan tashqari Telegramga, hisobda Telegramning klonini yasab chiqqanman va bir ilovam bor edi. Umuman siz Google Map orqali istalgan yuzini o'lchashingiz mumkin. Shunday ilovalar bor. Yana shunga o'xshash ilovalar qilganman. Va hozirda ham startaplar ustida ishlayapman. Bir do'stim bir g'oya bergandi, shuni qilyapmiz. Bu yer menga juda katta imkoniyatlar ochdi rivojlanishim uchun. Va bu yerda ancha dunyoqarashim o'sdi. Chunki bu yerda bu jamoa qadriyatlarga ega, o'z qadriyatlariga ega va yaxshi qadriyatlarga ega jamoa edi. Boshida qiyin bo'ldi, lekin ustozlar bilan chiqishib ketdim. Ustozlar menga tavsiyalar berdi, qanday rivojlanish haqida. Va buning uchun bu yerdagi ustozlarimga, asosan Ilhomjon aka ustozimga va boshqa ustozlarga rahmat aytaman. Aytki, to'g'risini aytsam, meni bu sabrliroq qildi, chunki bilamizki, dasturlash bu faqat bilamizki, bu dasturlash kod yozayotganida juda ko'p muammolar kelib chiqadi. Loyiha qilayotganda juda ko'p muammolar kelib chiqadi. Bu muammolarni bitta oddiy kichik muammoni ham siz kerak bo'lsa bir necha kunlar sarflashingiz mumkin yoki bir necha soatlar sarflashingiz mumkin. Shuning uchun shu paytda siz sabrli bo'lmasangiz, siz shu paytda siz sabrli bo'lmasangiz, u muammolarni hal qila olmaysiz. Ya'ni o'zingizni dasturlashga bo'lgan motivatsiyangiz ham o'chib ketishi mumkin. Shuning uchun shu narsalar meni ancha sabrli qilishdi. O'zi dasturchi kim? Universitetda shu ta'tildagi bir ustozimiz aytgandi. Bizga savol berdi darsda. Dasturchi o'zi kim? Hamma o'zini javoblarini berib ko'rishdi. Ayrimlar misol insonlarni ishini yengil qiluvchi inson, boshqa shunga o'xshash variantlar berishdi. Va ustoz shu yerda aytdiki, dasturchi bu qidiruvchi deb aytdi. Qidiruvchi. Haqiqatan dasturchi nima qiladi? Faqat ma'lumot qidiradi, u kod yozadi, kodidan muammo chiqib qolsa, uni muammoni hal qilish uchun yana internetdan ma'lumot qidiradi. Shunaqa qilib u dasturchi xotirasi kuchli inson bo'lmaydi. Dasturchi faqat internetni yaxshi qidira oladi va sabrli inson bo'ladi. Shuning uchun u dasturchi bo'lib ketadi, yaxshi dasturchi bo'la oladi. IT olamiga kirmoqchi bo'lib turganlarga maslahatim, siz oldin xuddi o'sha aytganimdek dasturlashning yo'nalishlari ko'p. Siz oldin o'zingiz internetdan ma'lumot qidirib ko'ring. Bu web dasturlash nima ish qiladi, mobil dasturlash o'zi nima ish qiladi. Siz shularni ma'lumot axtarib ko'ring va keling bir xulosaga va keling.
yoki xulosaga kela olmasangiz, shu markazlarning o'zi ham sizni o'zi qiziqishlaringizni filtrlab o'z yo'nalishiga kiritib beradi. Va endi onlayn o'qish yoki offlayn o'qishga keladigan bo'lsak, siz agar oldin dasturlash muhitini his qilib ko'rgan bo'lsangiz, ya'ni Android o'qib ko'rgan bo'lishingiz mumkin, web o'qib ko'rgan bo'lishingiz mumkin, u yerda kod yozib ko'rgan bo'lsangiz, boshqa qilib ko'rgan bo'lsangiz, aynan bironta frameworkni o'rganib ko'rgan bo'lsangiz, siz onlayn o'rgana olasiz. Chunki nimaga? Hozirgi paytda internet qidirish, topish unaqa muammo bo'lmay qoldi va ma'lumot ham ko'p, ChatGPT boshqa umuman resurslar ko'p. Siz onlayn ham o'rgana olasiz. Agar aytganimdek, nimadir dasturlash haqida sal xabaringiz bo'lsa. Aks holda siz umuman dasturlash olamiga endi kirib kelyapsiz. Siz onlayn o'rganmoqchisiz. Bu paytda sizga qiyinroq bo'ladi. O'rganishingiz mumkin, faqat uzoqroq va siz sabrli bo'lsangiz, uni o'rganishingiz mumkin. Chunki nima uchun? Aytganimdek, dasturlash kod yozayotganingizda juda ko'p muammolar duch kelishi mumkin. Siz uni qidirasiz, boshqa qilasiz, doim muammoning yechimi topilmaydi. Shu paytda sizni motivatsiyangiz o'lib qolishi mumkin, qo'pol qilib aytganda. Ana shuning uchun siz noldan umuman dasturlash olamiga endi kirib kelayotgan bo'lsangiz, men maslahatim offlayn o'qing. Chunki nimaga? Offlayn o'qiganingizda sizda yoningizda ustozingiz bo'ladi, nimadir muammo bo'lsa ustozingiz mana bunaqa qilasan deydi va sizning atrofingizda muhimi muhit bo'ladi. Siz hayotda maqsad qo'yishni, maqsadga erishishni, shu narsalarni ham birga o'rganib ketasiz. Va muhimi yaxshi inson qanday bo'lishini ham siz tushunib olasiz. Chunki bu yerda oldin aytgandek, qadriyatlari juda zo'r va juda ajoyib. Kodal akademiyasiga keling, dasturchi bo'ling.